Buysa oturuverin hazır. Ha, olsun. Bulup alayda vaqt ajırtıp Şinjan Fuqaroviy Doktorxonalar Komitetining ma'mur mudiri, Şinjan Erlar Kesaliklar Jamiyatining doimiy hay'ati, Abdunum rayonlik 6-cı navbatlik 10 munavvar yoshning biri bo'lgan Şinjan Bo'xti Doktorxonasining mas'uli yo'ldosh Erkin Hashimni alayda taklif qildik. Qizil chaqirib qarshildi. Erkin Hashim maktabimizning munavvar o'quvchilaridan biri. Kuşağına 4. o'rta maktabda o'qigan. Bugun Erkin Hashim maktabimizga kelib, shu to'liq o'tirdiki o'quvchilarni asos qilib, maktabimizdagi o'qituvchi va to'liq o'tirdiki o'quvchilarning qatnashishi bilan maxsus o'quvchilarniki o'rganish va kelgusi taraqqiyot haqida maxsus leksiya bermoqchi. Barliq o'quvchilar qizg'in javob bilan qatnamaydi. Aqıl Doktorxon savodashni ko'rolmay qolmanglar, bu yomonchilik emas. O'rtirib gap qilay. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, suyimli savodashlar. Yaqinqi bir necha yildan buyon men xizmat ehtiyoji bilan Abdunum rayonimizning ichki sirtidagi nurg'un so'rovlarda suhbatlarga qatnashdim, leksiyalar so'zladim. Ammo bugun alohida hayajonlanyapman, tamtirayapman. Chunki men mushu maktabni bitirib, mushu maktabdan hayot safarini boshlab, oliy maktabga ketgili nurg'un yillar bo'ldi. Mayli men Urumchi Dulay, Beijing Dulay, Shanghai Dulay, New York Dulay, Paris Dulay. Xuddi osmonda uchib atgan laglakninki bir jipga bog'langan o'ringa o'xshash, mening yiltizim har zaman mushu Kucha diyoriga, mushu maktabga bog'langan. Uningdan keyingi nurg'un yillarda Kuchaga jiq keldim. Maktab oldidan jiq o'tdim. Ammo mishaga kirishga jur'at qilmadim. Demakki, men uchun aytganda bu muqaddas bir joy. Men maktab istagandan buyon birinchi qatim maktab darvozasidan mishaga kirishim. Shuning uchun men mushu bugungi qisqagina vaqtni nihoyatda qadrlayman. Mushundaq bir fursatni yaratib bergan do'stim, savodashim Paratovlarga va maktab mas'ullariga va mushu faoliyatni uyushtirish uchun jafo chekkan o'qituvchi ustozlarga rahmat aytaman. Bo'libmi o'tirgan savodashlarga o'rganish qildigan vaqtni qurbon qilib mushu yerga kelib o'tirib berganlarga rahmat aytaman. O'tirgan savodashlar ichida biroz bir foydali gap anglab olamiz deb qiziqib kelgan savodashlar bo'lishi mumkin. Kimay qolsak, ma'lum tanqidlarniki deb amal yo'q kelganlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun gapni qil sig'oyaga, suvni sap singoyaga. Keltirib gap qo'yish jarayonida faron qo'shaqsa, kavoq bilan madad berib qo'ysanglar. Qo'shaqmisa olib qo'ysanglar. Uzun gapni men qisqa qilsam. Mening bilishimcha, savodashlar oilda ota-onamizning, maktabda o'qituvchi ustozlarning va cho'nglarning nurg'un tarbiyasi cho'ng oldinglar. Tarbiyaning ba'zi gaplari qo'shaqdi, ba'zi gaplar quloq qo'shaqmaydi. Shuning uchun men bugun har qaysinglarga pandi nasihat qilmoqchi emas. Men faqat o'zim besib o'tgan hayot yo'lini ozroq eslash bilan billa savodashlarga yordam tegib qolamiki degan bir qism ko'z qarashlarimni va ta'sirotlarimni savodashlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Odam ömür o'tib bo'lgandan keyin o'tgan ömrni asliga vaqtda nurg'un ishlarni muvofiq qilmaganligini o'ylaydi. Agar mushu so'rinda o'ltirgan cho'nglarni, o'qituvchi ustozlarni, ularga agar qaytadan bola bo'lish, qaytadan o'quvchi bo'lish fursat yaratib berilsa, menimcha ular mushu savodashlar ichida birinchi bo'lib o'qigan bo'lar edi.
Shuning uchun savoldoshlarningki yana 20 yil, 30 yil, 40 yil o'tgan vaqtda o'zining besib o'tgan hayotini eslagan vaqtda esit falonikin bu ishni bunda qilsam bo'pti deb qolmasligi uchun biz besib o'tgan bir qism yo'llarni birlashtirib savoldoshlarga yordam tegib qolamiki deydigan bir qism ko'z qarashlarini savoldoshlarga deyishni muvofiq ko'rdim. Bugungi suhbatning temasi o'g'inish va istiqbol. Rahmat. Savollar yaxshi ko'raman. Rahmat. Qo'lim qamdashgan, tuturay sizlarga. Bek rahat o'tkaz, uzoq so'zlab ketim bo'lmaydi. Savollar kichigini o'rganayotsa, cho'nglam o'rganayotmiz. Mehmet Ehi o'tgan yil 10-oyda oxirgi aspirantlikni bitkizib, kelar yil yoki uning nariqi yili yana bir o'qishga bog'layapman. Davomli o'qimoqchi. O'rganish insonning bir umrga hamroh bo'lgan umrlik jarayon. Ammo men zamondoshlarim bilan suhbatlashgan vaqtimda nurg'un do'stlarningki o'rganishning o'zi haqida astoydil o'ylanib boqmaganligini his qildim. O'rganish haqida biz nimadan deyishamiz? Deyishdigan gap intayin jiq. Oldi bilan deyishdigan birinchi og'iz gap nima desa, biz nima qilganimiz? Ya'ni o'rganmasak ham bo'ladi. Bu savol bizning kuchada, bizning Shinjonda, bizning Junguda o'tirib chiqqan hayron qoldim. Bunday bir savol bo'ldi. Bo'ladigan o'rganish kerak deb. G'arb dunyosi undaq emas ekan. G'arbning bolalari o'rganmasangmi bo'ladi deb so'rashga jur'at qilgan. Agar u o'rganmasam bo'ladi degan xulosani chiqarib, o'z umriga o'zi mas'ul bo'la olsa, cho'nglar uning o'rganmasligiga ruxsat qilgan. Anda biz o'ylashib boqaylik. O'rganishning kimga foydasi bor? O'rganmasakmi bo'ladi? Chunki haqiqatan jamiyatda bir qism kishilar o'rganmaymi ajoyib podshoda yashayapti. Bir qism kishilar baktak o'rganibmi unda yashamayapti. Shunga qaraganda o'rganmasakmi bo'ladi qandoq? Bu yerda biz oldi bilan o'rganishning kimga foydasi yo'q degan savolga javob beraylik. Shu vaqtda kimga foydasi borligini qo'yildi. Odamlarning qatlami har xil bo'ldi. Ba'zida har xil o'rindan aytganda yuqoriroq o'rinda yashaydi. Ba'zida tuvarak o'rinda yashaydi. Eng tuvarak o'rinda yashaydigan odam kim desa, meningcha Abdal Divoni. Divonning turmush jamiyatdagi o'rni eng tuvar. Divoniga bilim lozimmi emasmi? Meningcha lozim. So'ylab taqaman. Biz et bayramlarda top beşiği, et yüzümüzün et olğanda top beşiği çıkımız. Top beşiği çıkkandan keyin tuqqanlarımızın top beşiğini yo'qligi oldigan vaqtda yenimizga bir ola paydo bo'ldi. Qiraat qildik odamlar. Yaxshi odamlar bu. Qiraat qilib turdi. Shunlar ota-onamiz 50 qo'y, 100 qo'ylarni chiqarib, qatchida bu kishilarga berdi, keyniga qarab mangadi. Yenib kelayotganda yo'l yoqisida haqqashqalloh deb o'ltagan bir top bechoralarni ko'ramiz. Yenimizga tayyor qilib qo'ygan bir mo'challik pullarni ularga asta-asta taqsim qilib beramiz. Demek bu divanın farkı. Divanı gerekken ko'chishtirdigan odamga kerak emas. Uningdan boshqa odamlar kerak emas. Meningcha bilim hammani odamga kerak. O'rganish hammani odamga lozim. Amaliyotimiz hammani o'rgangan. Odamning o'rganmagan narsasi yo'q. Biz yo'l minishni o'rgangan, kiyim-kechak kiyishni o'rgangan, tomoq yeyishni o'rgangan, uxlashni o'rgangan, gap qilishni o'rgangan. Uyg'urning bolasini Mong'ol deb qo'yasiz, Mong'olcha cho'ng'ildi u. Bizning o'rganmagan hech qanday narsamiz yo'q va davomli o'rganamiz. Har kuni o'rganamiz. Shuning uchun o'rganish masalasida hech qachon gumon yo'q. Saboqdoshlar cho'qim oldindan o'ziga men o'rganmasammi bo'lamdi degan savolni qo'yib, ondan uni inkor qilish kerak. Biz o'rganishimiz kerak. Bu o'rganish haqida saboqdoshlar hal qilish tegishli birinchi savol. Ikkinchi savol. Neymiş o'rganamiz? Ya'ni o'rganishdan maqsad nima? Biz o'rganib nega olmoqchi? Arshalarga chiqmoqchi bu. Nima qilmoqchi biz o'rganib? Nurg'un kishilarning qallasida bu savolning javobi mujmal. Ba'zilarda o'rganib qodir bo'lma. Ba'zilarda o'rganib chiqib topma. Ba'zilar undoq, ba'zilar bundoq. O'rganishdan maqsad so'z nima? Amaliyotda o'rganishdan maqsad faqat bir. U bo'lsa-mu insonning yashash qobiliyatini ustun ko'tarish uchun, raqobat kuchini ustun ko'tarish uchun. Odam butkul ekologik sistemimizdagi bir jonli xulosa sifati bilan jonli hayvonotlarning nurg'un o'rtoqligiga. Ba'zi hayvonlar to'plashib yashashni yaxshi ko'rdi, masalan,
Böğürler top yaşaydı. Bazıları ayrım yaşayışını yaxşı gördü mesela yolvas. Birden yaşaydı. Biz adam böğürge okşaş topluşup yaşaş kamırak adam. Qaysı birini jangalga bir taşlap qo'ysa, unmaysa adam baya turibdim mendan. Ammo bizning o'sal yerimiz shuki, biz birga to'plashib yashaymiz, tanishimiz bir-birimizdan. Sizlardan men jiqimsa bo'lmaydi. Sizlardan men yaxshi narsaga erishishim kerak, tanishimiz. Raqobat e'tinorlik bir ish, ammo intayin baland ish. Raqobat bo'lganligi uchun odamzot yildan yilga avlodga oldiga minib ketyapti. Agar raqobat bo'lmagan bo'lsa, odam tugashgan bo'lar edi. Shuning uchun raqobat insoniyatni oldiga mang'uldigan eng yaxshi narsa. Buni qat'iy inkor qilish bo'lmaydi. Biz raqobatni e'tirof qilgan ekanmiz. Har birimiz chuqur o'z raqobat kuchimizni ustun ko'tarishga tirishishimiz kerak. Olimpik darajasida nima uchun butkul insoniyatning, butkul yer sharining shu qadar qo'llashiga erishdi? Muhim masala uningdagi odillik, uningdagi raqobat ruhi. Odamlar olimpik darajada qatnashishar qilib, o'zining badan safosini va har xil qobiliyatini paydin ustun ko'tardi. Amaliyotda butkul hayot bir qatimliq olimpik tarbiya yig'indan iborat. Bizning raqobat kuchimiz balliq vaqtimizda ustun ko'tarilishi kerak. Shuning uchun o'rganishdan maqsad faqatli bir. O bo'lsa-mu, har bir odamning raqobat kuchini ustun ko'tarish uchun. Bu meningcha biz o'rganish haqida gapirgan vaqtimizda javob berishga tegishli ikkinchi muhim masala. Unda o'z uchinchi muhim savol nima? Nimani o'rganamiz? Meningcha suv ichib olay, ya? Ruxsatmi ya? Chavaq gap qo'yaman deb qo'ymay. Rahmat. Nimani o'rganamiz? Menimcha o'rganish mazmunini aytgan vaqtda bunda bir necha masalani deyishib olish intayin muhim. Oldi bilan biz o'rganadigan narsa nima desa, sog'lomlik. Bu gapni qilsam ba'zilar kulib ketadi, sog'lomlikni o'rganib oladigan narsami o deb. O'rganib oladigan narsa. Olimlarning tadqiq qilishicha, odam safosini, badan va psixik safosining mutlaq ko'p qismi uzoq mazgillik muhit va o'zining tirishchanligidan kelgan. Shuning uchun biz hozirdan boshlab, savodashlar, chuqur sog'lom yashash usulini o'rganishimiz kerak. Sog'lomlikdagi birinchi muhim masala jismoniy sog'lomlik, badan sog'lomligi. Badan sog'lomligiga erishish uchun odam oldi bilan yaxshi uxlashi, magap o'qituvchilarning gapiga qarshi, o'qituvchilar uxlamay o'rganish bilan deydi. Yetarli uxlash kerak. Pokizlikka diqqat qilish kerak. Oziqqa diqqat qilish kerak. Harakat yetarli bo'lishi kerak. Shitta oftobni jiqroq ko'rish kerak. Bu intayin oddiydak olingan bilan uzoq mazgillik tirishchanlik ko'rsatgan vaqtda bir insonning, bir qavmning, bir millatning jismoniy safosi zo'r darajada ustun ko'tarildi. 100 yil avval oqtanliklarning o'ttirchi bo'yi 1 metr 71 santim kelgan do'q. Men hozir 1 metr 71 santim kelaman. Oqtanliklarning o'ttirchi bo'yi. Ammo oqtanlik do'stlarimning orasiga borsam, biroz afsuslanib qaraman. Men gondun ko'rish qomroq. Gondun qo'ysam hammasini igil turmanda bir bosh obdan bo'ldi. Oqtanliklarning orasiga borsam, biroz ko'nglim yerim bo'lib qoldi. O'tgan qitim Amerikaga borgan vaqtimda kiyim olaman deb kiyim topolmay, bolalar do'kondan kiyim olib keldim. Amal yo'q. Oqtanliklarning badan safosi nima uchun shunday taraqqiy qilgan? Buning nurg'un sabablar bo'lishi mumkin. Ammo intayin muhim bir sabab menimcha ularning turmush usuli bilan munosabatli. Oqtanliklar yemak-ichmak yegan vaqtda men lag'ma yedim, so'ma yedim deb armaydi. Ular men qanchalik vitamin yedim, qanchalik oqsil yedim, qanchalik kraxmal yedim, tomoqning tarkibi bo'yicha araydi. Oqtanliklarning asosiy yeydigan qolish. Harakatni yaxshi ko'rdim. Kayfiyatni obdan tutdim. Menimcha bu avloddan avlod irsiyat qilib, oqtanliklarning badan safosini shu qadar tez taraqqiy qilishiga ta'sir ko'rsatgan muhim omil. Bizninki Uyg'urlarning tamog'imiz intayin baland. Bak mizlik. Men 10 kun yemasam bak seqidman. Ammo
bizning tamog'imizda ba'zi bir masalalar bor. Bizning tamog'imizda moy va kraxmal chiq. Bizning tamog'imizda oq suvi bilan vitamin oz. Buni tanlash kerak. Azadan boshlab. Undan boshqa manbaatni degan taraflarga diqqat qilish orqali bir umrlik sog'lomlik planini tuzib, amalda mana o'xshash doktorning oldiga bormaydigan amal qilish kerak. Sog'lom badanda saqaqil. Bugungi ikkinchi sog'lomlik ikkinchi muhim narsa ruhiy sog'lomlik. Ba'zining psixik holati obdan bo'ldi. U o'zining kayfiyatini kontrol qilmaydigan, uning tafakkuri uchiqildi. Ba'zilar undaq bo'lmaydi. Tafakkur sog'lomligi, ruhiy sog'lomlik bir odamning g'alaba qilish qilmasligidagi, boshqalarning qarshilishiga erishmasligidagi intayin muhim omil. Ammo bunda psixik sog'lomlikqa o'xshashlar bir kun, 2 kun, yarim kunda erishgani bo'lmaydi. Odam uzoq mezgil tirishchanlik ko'z tutish orqali ondan noyitim sog'lom bo'lgan bir xil psixik holatni yetildigiga bo'ladi. Barcha bolalarni tarbiyalagan vaqtda bolalarga batirlik, hamkorlashish, boshqalarga rahmat etish, kishilardan ranjimaslik, qatorliq nurg'un mazmunlarni o'rgatadigan. Bizning o'rgatimiz axloq darslarini, ammo meningcha bizning o'rgatganlarimiz orasida nurg'un amaliy ishlatishgan mazmunlar ko'p. Yashamoq har kimga oson emas. Odatdagi yo'shirin psixikada nurg'un kishilar gunohni boshqalarga otib qo'yib, boshqalarni ayblashga omroq bo'ladi. Menda shunday ayb bor. Bu xil aybni biz tugutishimiz kerak. Hech kimga qazda emas. Biz cho'qim boshqalar yordam qilsa rahmat aytadigan, yordam qilsa amalning boricha o'zimizga tayindigan bir xil ruhiy kayfiyatni yetildirishimiz kerak. Bundaq ruhiy kayfiyatning umumyuzlik yetilishiga bir inson uchun aytganda uzoq mezgil ketadi. Shuning uchun bu cho'qim bir o'rganish jarayoni. Bu sog'lomlikni o'rganish. Bu oddiy ish emas, uzun muddatlik turmush amaliyot jarayonida ondan o'rgangani bo'ladi. O'rganishdagi ikkinchi muhim narsa nima? Ikkinchi muhim narsa ijtimoiy aloqa qilish iqtidori. Odam ijtimoiylashgan maxluq. Ba'zilarning aloqa qilish qobiliyati kuchli bo'ladi. O mayli texnik ishlatsin, boshqarish ishlatsin, tijorat qilsin yoki boshqa qilsin, u obdan qolaydi. Jambaq keldi ba'zilar. Ba'zilar jambaq qilmaydigan keldi. Shuning uchun biz kichik vaqtimizdan tortib kishilar bilan qanday aloqa qilishni o'rganishimiz kerak. Bu xil qobiliyatni uzoq mezgillik keniqish jarayonida ondan yetildigan bir xil qobiliyat. Bu ijtimoiy aloqa qilish qobiliyati. O'rganishga tegishli uchinchi muhim narsa nima? Degan vaqtda uchinchi muhim narsa bizning til qobiliyatimiz. Savodashlar adabiyot o'rganisizlar, xanzu tili o'rganisizlar, kelgusida oliy maktabga borsanglar, ingliz o'rganisizlar, imtihon bersizlar, mushu til o'xshaydi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Amaliyotda til degan nima? Til degan odamlarning aloqa qilish quroli. Tilni yaxshi o'rgangan odam yaxshi dabdabalik gaplarni qila olishni hisob emas. U chuqur eng oddiy usul orqali o'zining maqsadini boshqalarga uqtira oladigan bo'lish kerak. Va o'xshashli eng qisqa vaqtda boshqalarning qo'zg'olishini uqa oladigan bo'lish kerak. Mayli u sharat qilamdi, gap qilamdi, qanday qiladi bir amal qilib, kishilar bilan yaxshi fikr almashtira olish bu odamning til qobiliyati bo'lib hisoblanadi. Biz Beijingda o'qigan vaqtda turkiyalik bir savodishimiz bor. Xanzuchini chala so'zlaydigan. Bir atirni olib keldi-da bu. Ni dakay tajulay. Xo'p. Bu demak yo'g'ini, ma atirni og'zini ochsang, mizlik puroq keladi degani. Tushunsangiz bo'ldi shu gapni. Shuning uchun til siltish jarayonida ondan ahamiyat topa oladigan narsa. Biz Uyg'ur bolalar uchun aytgan vaqtda birinchi bo'lib biz cho'qim o'z ona tilimizni yaxshi o'rganishimiz kerak. Shuning bilan bir vaqtda davlat tili bo'lgan xanzu tilini mukammal o'rganishimiz kerak. Uning sirtida xalqaroliq aloqa qilish quroli bo'lgan ingliz tilini o'rganishimiz kerak. Bizning oldimizdagi jarayon intayin jiq. Til o'rganish odam uchun aytganda yosh Qur'on bilan bo'lgan munosabat intayin zid bo'lgan bir xil o'rganish jarayoni. Bir bola 4 yosh vaqtida yaslik kirsa,
5 yoshga kirgan vaqtda Xanzularning yaslisiga kirsa, Xanzu tilini asosiyatdan mukammal so'zlaydigan bo'lib chiqdi 1 yilda. Ammo biz bolalarimizni 3-sinfdan tortib Xanzucha o'qitib oliy maktabdagi vaqtda obdan so'zlayolmaydigan bolalar chiqdi. Bu yerda intayin muhim bir sabab qaysi yosh quramda o'rganganlik bilan munosabatli. Qancha yosh bo'lsa, tilni shuncha oson o'rgangani bo'ldi. Shuning uchun biz hozirdan boshlab til o'rganishga qarta alohida zo'r ihtiyoj bilan kirishimiz lozim. Amaliyotda til o'rganish unchalik qo'rqinchli narsa emas. Savdoshlar til huzurlarida ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Xinjiang tibbiy universitetidagi ikki o'quvchi Qashqardan Uyg'ur tilida o'qib, oliy maktabga berib, Xanzucha o'rgangan. İngiliz o'rgangan, fransuz o'rgangan. O'rgangandimi mukammal o'rgangan. Boshqalar ustoz bo'lganidek. Albatta bu alohida misol. Ammo odatli odamlar uchun aytgan vaqtda 1-2 yil ichida bo'libmi har qaysi mazak yoshlarga nisbatan aytganda bir tilni egallash u qirg'ilib bo'lmaydigan ish emas. Masala bizning doim ishlatishimizda, ko'ngil bilishimizda, yuzimizning qiliroq bo'lishida. Til o'rganishda boshqa hech qanday amal yo'q. İşletken vaxtınızda gapni obdan qilolmaysiz. Chalg'ib qo'ygandan keyin qilinlik lozim. Qilin bo'lmasangiz uni ishlatgan olmaydi. Shuning uchun savolashlarningki hozirdan boshlab til o'rganish ijtimoiy aloqa qilish doirasida ozroq qilinlikni o'rganib qo'yishini, qobiliyat yetildirishini umid qilaman. O'rganish jarayoni ta'kidlaydigan 4-chi muhim fikrim nima degan vaqtda har bir odamning ma'lum sohada özgü tushlik ortiqchiligi bo'ldi. Tug'ma qobiliyati bo'ldi. Bu xil qobiliyatni biz boshdan boshlab yetildirishimiz kerak. Ba'zi savoldoshlarning resim chizishga ip bo'lishi mumkin. U resim chizishga ko'proq kuch chiqarsin. Ba'zilar naqsh etishga ip bo'lishi mumkin. U naqshni jiqroq etsin. Ba'zilar kuchtingir bo'lishi mumkin. U boshqa jismoniy harakatlarni o'rgatsin. Bu mening ko'pchilikka beradigan 4-chi muhim taklifim. G'arbchilar yosh bolalar orasida alohida qobiliyati borlarga alohida muomala qildi ekan. Bizning ma'rifatimizda bunday imkoniyat yo'q. Ammo savodashlarning mushundaq aloyiligi bo'lib qolsa, o'yin o'ynagan, boshqa qilgan vaqtlardan foydalanib, mushu tarafdagi ortiqchiliklarni ko'proq joriy qildirishini umid qilaman. Kim bildi, shu sohada kelgusida alohida odamlar bo'lib yetib chiqib bo'lamdi yo'q. Ammo o'rganishdiki, bo'libmi har qaysimiz nisbatan o'ttirmasa bu xursuz nisbatan aytganda hammadan muhim narsa nima desa, maktabda o'tilayotgan har bir fanni obdan o'rganib 100 numar elish. Chunki o'rganishning yuqori pallasi oliy maktabda bo'ldi. Oliy maktabga o'tishdiki birdan-bir o'lcham. Garchi odil emas, garchi rahimsiz, garchi qamlashmagan bo'lsa-mu, imtihon numri. Men Kuchoningki yoqqa degan yezisi cho'ng'an. 7-sinf chiqdi, tug'uqsizning 2-yilligiga chiqqanda, mushu 4-chi o'tirib o'tkilib kelib, 4-yil o'tirib qurilgan vaqtda mishiyada o'qigan. 8-sinf chiqqacha hamma bandin, hamma imtihonda 100 oladi. Albatta, u vaqtdagi ma'lumlarning ko'ngli yaxshi. Bundaq yaxshi numurlarni qo'yib qo'yish mumkin, ha? Turib o'tirib chiqqandan keyinmi, ba'zi numurlar sal tavarak olib qolsaqmi, uningki bas tuban emasdi. Demak, imtihon numurimi biz uchun aytganda intayin muhim. Ya'ni bir egiz binoni silish uchun uning eng muhim narsasi uning g'uli. G'ul puxta bo'lsa, egiz binoni sog'ligi bo'ladi. Hozir savodashlarning o'rganayotganinglar hayotdagi barliq bilim qurilmasining g'ulidan iborat. Shuning uchun hozir o'rganayotgan narsalarning hammasini amalda astoydil, yaxshi bilan o'rganish kerak. Men ma'rif emas. Ammo bunda bir kalima ma'rif qonuniyatini bilmayman. Men ma'rifning bolasi. Mening dadam mush maktabning qurg'uchi adam. Men kichikroqligimda dadam menga bundaq bir ma'rif qonuniyatini deb bergan. 7ga 1ni qo'shsa 8dan cho'ng bo'ldi. Bu nima degan gapga? Degan vaqtda siz 7 soat o'rganib, 1 soat dam olsangiz, 8 soat o'rganganga qaraganda omdaroq unumga erisha olasiz degan gap. Albatta, men buni deyish orqali savodashlarni jiqroq o'ynang demoqchi emas. Mening bu yerda demoqchi bo'lganim o'rganish jarayoni, jafoliq jarayon.
Ama ögünüşnün en ahırkı neticesi sizin kançılık kanter akkılgalığınız tarafından emas, sizin nimelerni egelligenliğiniz tarafından belgilendi. Şunun için biz etçil ögünüşni, puxta ögünüşni, muhim kurulmalarını şekillendirişini bilişimiz gerek. Bu mening savodaşlarımın ögünüşünü berdigan konkret tekstimning birisi. Konkret tekstimning ikkinchisi nima? Degan vaqtda konkret tekstimning ikkinchisi men o'zim yakunlagan bir xulosa. Men nurg'un ustozlar bilan paranglashib baqdim. Nurg'un ustozlar mushu yaxshi o'qigan bolalarni yaxshi ko'rdi. Shundaq men yaxshi ko'rim, yaxshi o'qigan natijasi obdan bolalarni. Nima uchun yaxshi o'qiydi bular? Bular nima yaxshi o'qiydi-ekan? Boshqalar nima yaxshi o'qimaydi-ekan? Desa, bular ögünüşke qiziqdi. Ögünüşke qiziqqanligi uchun uning ögünüş natijasi yaxshi. Ammo men tadqiq qildim. Men ta'tirmikin deb o'ylayman. Ya'ni ögünüşke qiziqqanligi uchun natijasi yaxshi emas. Natijasi yaxshi bo'lg'achqa ögünüşke qiziqdi. Men birinchi sinfga kirgan vaqtimda çıkargan su için yaxşı ekan ha? Men birinchi sinfga kirgan vaqtimda o'qituvchim meni banjan qilib qo'ygan. O vaqtda o'qimaymiz-ku kim yaxshi, kim nachar. Shunga meni oyoqqa tortib, "Sen masnitda banjan, yaxshi o'qigansan bo'lmaydi, jimo" deb qo'ligimni menda burab qo'yganda. Shundan keyin men banjan o'qiganka obda o'ginay deb obda o'gilib qo'ydim. Obda o'rgangan hammadan maqtaydi-ku, "Voy, madiga yaxshi bola" deb. Uni har akkini o'ginish qotganda shu maqtashlar qo'lg'imga kirdi-da, "Va, o'rganmasam bo'lmaydi. Maqtimiz qanday bo'ladi?" Maqtash qamroq emas, bir odam yo'q. Cho'ng odammi shunda, kichik bolami shunda, har qaysimizda yosh bolalarni o'xshash hammada. Shuning uchun odam o'ginish natijasi yaxshi bo'lgan vaqtda tabiiy holda bir madadga erishadi. Bu madad bu adamning qiziqib o'ginishidagi intayin muhim harakatlantirgich kuch. O'ginish jarayoni agar siz uningga qiziqsiniz, u jafoliq bo'lmay bir rohatlik jarayon. Shuning uchun qiziqadigan o'quvchilar, qiziqmaydigan o'quvchining oralig'ida ozroqlarlik bor. Qiziqmaydigan o'quvchilar qanday o'ylaydi desa, "Voy Xudoyim, mush jafoliq ishni umr qilib, mushni o'tab ketamdi qanday deb o'ylaydi." Amniyat undaq emas. Agar siz bir hafta, ikki hafta yoki bir ikki oy ishingizni ishlab sizni oldiga yutib olsangiz, ma'lumot sizni tabiiy maqtab qo'ydi. "Voy, jiqilgirildi" ma'odam. Shuning bilan o'rganishga qiziqib ketsizda, u jafoliq bilinmay, rohat bilindigan bo'ldi. Meningki bu o'qish jarayonida, boshlang'ich o'rta maktab jarayonidagi o'qish jarayonida yakunlagan muhim bir xulosa. Shuning savodoshlariningki, mushuk xulosamni yaxshi o'ylanib, hammalarning o'rganishga qiziqadigan a'lochi bilan o'qib ketishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Yana bir so'z bo'lay ko'rsatdim. O'rganish men bayatında o'tganda tadqiq qilsak tugamaydigan noyati mo'l mazmunga ega muhim bir jarayon. Yuqorida deganlarimning ko'pinchisi sinfda, maktabda qanday o'rganish. Endi aramizda anlasam bir qism saboqdoshlar yaqinda to'liq o'tirni tuttirdi ekanlar. To'liq o'tirni tutkazgandan keyin ko'p sondagi omdan o'quvchilar oliy maktabga bordilar. Yana bir qism obdan bo'lsa-mo imtihonni obdan bermay, tuvan numra qolgan saboqdoshlar qayta o'qishinglar mumkin va yoki bir qism saboqdoshlar turli sabablar tufaylidan jamiyatga yuzlanishing mumkin. Baldiroq jamiyatga qitilib, jamiyatning bir a'zosi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men istiqbol haqida bir necha eg'iz paran qilishni muvofiq ko'ryapman. Men kichik vaqtimdan tortib har zaman ma'lum bir g'oyaning kaynidan erishib mangan. Ta bugungacha. Men toki to'liqsizni bitkazgacha o'zimning Pushkinga o'xshash mashhur xalqaroliq shoiri bo'la olishimdan gumon qilgan emas. Men shu vaqtlarda dohiylarni madilab, sinfiy dushmanlarni tillab, qo'shoqlarni yozib qo'yatdim. Mollarimni maqtab qo'yatdi, shoir bo'ldi bu cho'ng o'sada.
Şunun bilan men shoir bo'lishimdan hech qachon gumon qilgan emas. Shoir bo'lish uchun men barliq jon jahlim bilan o'rgandim. Keyin Tulug'oturga chiqqandan keyin matematikada biroz yaxshi numara olganligim uchun muallimlarim meni matematikada qobiliyati bor deb qarasa, men xologundek matematika olim bo'lma deb o'zimga ishongan edim. Ammo oliy maktab imtihon berdigan vaqtda amalning yo'qidan cho'nglarning majburlashi bilan doktorlikni tanlashga majburlab qoldim. Ammo doktorlikni tanlashga intayin muhim bir sababni men bugun misha deb etmasam bo'lmaydi. Buni nurg'iyat tapaqmagan boshqalar o'qimaydigan problem, ha? Biz shu vaqtda bir necha g'oylik o'quvchi surish qilib baqsak, bu matematikada Nobel mukofoti yo'q ekan. Bu tibbiy fanlarda bor ekanda. Shuning bilan men bu matematikani tanlasam Nobel mukofoti olamayman ekan. Tibbiyotni tanlasam Nobel mukofoti deb qolsam ajab emas, deb doktorlikni tanlagan. Albatta, oliy maktabga berib, rasmiy kasb o'rganishga boshlagandan keyin mening ulug' g'oyam bilan rahimsiz ziriyonlik o'ttirsidagi bu intayin uzoq borliq meni noytim afsuslanib satib oldi. Afsuslantirdi. Bak o'shda mujna ish qabulab qoldi, satib oldi. Men to'liq afsuslantirdi. Chunki men o'zimninki Nobel mukofotini ololmaydiganligimni, mashhur odamni bo'lolmaydiganligimni, normal bir doktor bo'lganligimni o'qib qoldim. Albatta, doktor bo'lish to'liq xosiyatli bir ish. Men va mening nurg'un sabdashlarim bugungi kunda doktorlik qilib insoniyatning sog'lomlik ishlari uchun to'kib qo'shyapmiz va bu to'kibimizdan faxrlanyapmiz. Ammo shu vaqtga men o'chi aytganda tasavvur qilib qo'yinglar. Pushkin bo'laman, Xolog'im bo'laman, Nobel mukofoti olaman deb turgan bir yosh uchun aytgan vaqtda bu menga bergan to'liq ig'ir zarba bo'ldi. Men oliy maktabning o'ttir mazgillarida ümidsizlangan, yaxshi o'rganmay qoqqan, nachar o'quvchi qatoriga kirib qoqqan. Ammo ma'lum mazgillik jafoliq o'yinishdan keyin men g'oya bilan reallikning orligidan bir yo'lni tanlab oldim. Ya'ni reallikdan sal ustunroq, g'oyamdan sal tuvarak murassa qildim g'oyam bilan reallik o'tirsam. Bu nima desa, o'z kasbim bilan iglik yoritishni birlashtirish. Men o'ttir maktabning 3-4, oliy maktabning 3-4 yilida o'qiyotgan mazgillarda kunlarning birida o'z oldimga ish qilishning imkoniyati bor yoki yo'qligi haqida o'ylangan edim. Mening savodoshlarim menga tashqi kasal, yurak ichki kasal sohasida mutaxassis bo'lishni umid qilib tirishayotgan vaqtlarda men kichikroq biror bilimni tanlashni umid qilgan edim. Masalan, ko'z bilim, teri bilim, aytavur kichikroq bir bilim. Nima deganda yurakni bekitib qo'yda operatsiya qilolmaydi. Kichikroq bir kasbni tanlasam, ishdan birini etib o'rindiqdan birini qo'yib o'tirib doktor bo'lib olsam, o'z oldim ish qilsam nima degan yaxshi deb o'ylagan edim. Ana shunday kunlarning birida men erlar kasalliklari deb ataladigan shunday bir yangi kasbga uchrashib, shu kasbga alohida ishtiyoq bog'lab, oliy maktabni bitkazgan vaqtda normal sabdoshlarimga qaragan vaqtda o'zimni mushu sohada biroz yetilgan odam deb qaradim. Maktab bitirgandan keyin g'oyamning aksincha Opnum rayonlik xalq doktorxonasiga taqsim bo'lgan bo'lsam-mu, doktorxona mening o'z ixtiyorim bo'yicha taqsim qilmay, rentgen bo'limiga taqsim qilib qo'ydi. Rentgen bo'lim bilan mening nurg'un sabdoshlarimcha ishlayapti, men ulardan faxrlanaman. Ammo mening g'oyam allaqachon bekitilgan edi. Men bormoqchi bo'lgan tog' cho'qqisi allaqachon bekitilgan. Men boshqa yoqqa ketsam bo'lmaydi. Amalning yo'qidan men xizmatimdan istiqo berib, o'zim xizmat izlashga qarab yuzlandim. 91-yil bu oson uchirmaydigan bir harakat edi. Mening mayli ota-onam, urug' tuqqanlarim, sabdoshlarim birmi odam meni qo'llamadi. Bo'libmi ularni afsuslandirgan yerim nima desa, men ezib-tezib Opnum rayonlik pilonlik tug'ut texnik o'rniga yag berib oldim. Bu ularni to'liq g'azablantirdi. Ammo men o'zimga allaqachon bir hayot yo'lini tanlab bo'lgan edim. Men bunday bir hikoya orqali nima demoqchi degan vaqtda odam bir butun hayoti boshlangan mazgilda
öz hayatı to'g'risida tafsiliy o'ylanish kerak. Baxt degan nima? Utuq degan nima? Bularning hammasi mutlaq hukm emas. Ba'zi davlatning podsholari bor. Bir davlat komlik qilib, yana bir davlatning besib olsam deb hujum qilishiradigan, masalan, Saddam afandim. O'zining davlati yetishmay Kuvaytning besib olma deb besib chiqdi. Ba'zi dehqonlar bor, o'tinchilar bor. O'tinni besib olib, naqshni obda etib, baxtli yashaydigan. Shuning uchun baxt va utuq, rohat va hayotning g'albisi degan hech qachon, allaqachon bekitib qo'ygan bir hukm emas. Bu faqat har bir odamning ichki dunyosidagi ta'sirotdan iboratdir. Baxt va utuq qanday narsa degan vaqtda odamning o'zi umid qilgan bir ishdan yuqoriroq narsaga erishasizmi? Siz baxtli bo'lgan bo'lasiz. Siz xush bo'lgan bo'lasiz, siz utgan bo'lasiz. Siz oqshomlik birdan bo'lgan bo'lsa, nima degan xo'shib ketdim deb o'ylab o'tdingiz. Ikkilan keldi oldingizga. Qattiq baxtli bo'lib ketsiz. Otqallistak oltin tep qalsam bular edi deb umid qilib munchilik kerak oltin tep qaldingiz, siz xafa bo'lasiz. Yo'g'ini tep qalsam bo'ladi menda. Shuning uchun butkul hayot odamning orzusi bilan shu orzuning ish jarayonidagi takror tampunglashish jarayonidan iborat. Shuning uchun biz yoshlarga ko'p qitim hayotni loyihalash degan bir hukmni o'ttirib qo'ydik. Har bir yosh, har bir odam chuqum o'z hayotini to'xtovsiz loyihalab minish kerak. Dunyo intayin nurg'un eniqsiz omillar bilan to'lgan. Ayt nima shu hech qasimiz bilmaymiz. Bunda ahvolotida qanday qilib hayotni loyihalab bo'ldi? Amaliyotda bo'ladi. Hayot odamning shaxsiy qobiliyati bilan shu qobiliyatga mos keladigan fursatning uchrash-uchramasligi bilan munosabatli. Fursat odam hayotida takror uchrab turdi. Ammo uni tuta oladiganlar o'nchi ko'p emas. Masalan, mening buni suyim oltin. Oltin ma'lum, shunchalik oltin. Men bu oltinni atmoqchi, bir yoqqa qartib. Agar moyak qartib olsam, moyaktilar amal yo'qsa, qancha qobiliyatlar olsam tuta olmaysiz buni. Moyak qartib olsam, tikratishlarning umid yo'q. Ammo men mushaq qartib shundoq atgan vaqtimda, "Hey, aşı doktor, aş oltinni etib qolarmiki, etib qas o'rnimdan qachib qilib, vallahi deb o'ylayotgan odam tutoldim. Uxlab o'tirganning beşikdan kes beş yerni keldi. Baxt uning uchun aytganda baxtsizlik bo'lib hisoblandi. Shuning uchun fursat har zaman tayyorligi bor odamlarni yaxshi ko'rdim. Men 97-yil ambulatoriya ochmoqchi bo'lyapman deb eng yaqin sabdishimga telefon qilgan vaqtimda u meni eng yomon gaplar bilan haqoratladi. Sana 15 yil bo'ldi, ochiman da'vat qilay. Sen ochmaysa bo'ldi, uxlab qolam dekirib. Demak, mening bu poni xili uzoq atqanligimni tushundim. Ya'ni mening xili uzun davrlar tayyorlik qilganligimni tushundim. Nurg'un kishilar Bo'g'diga omad keldi, Erkin doktorga omad keldi, vaqtida qilgan. Deydi shundoq, vaqtida qilgan. Ammo shu vaqtni qilish uchun men 10 yil, 15 yil tayyorlik qilgan. Bundan keyin fursatlar bormi? Bor. Hozir yer shari kenti deydi. Dichuchun. Siz yer sharining qanday bir bo'jigida bo'ling. Butkul yer shariga ta'sir ko'rsatyapsiz. Ben Amerika'ga vardım. Microsoft degan şirketga vardım. Hayron qoldim. Men cho'ng'ilgan yoqchiligim yo'qka. Xato ketgan o'rmon daraxt, o'rmonning orasiga silingan bir ikki qavat bino, tuzuk odammi yo'q. Shu bizning mushunga o'xshaydigan mushunga o'xshaydigan tarak, o'xshash narsa borka. Odamlarning bizdek bir beshi borka, ikki beshi yo'qka. Shu Microsoft insoniyatning taqdirini o'zgartdi. Bill Gates degan adash mashinasini haydab tushadi, yuriydi ekan o'zi mayqachilab. O'xshash odam. Aramizdan Bill Gates chiqdi. Yer shari kentining shakllanishi, odamzotning yuksak darajada ijtimoiylashishi, bizga o'xshash oqid qolgan bechora qaloq qavmlar uchun aytganda
intayin iğir təhdid. Çünki xalqlar ayrıpla yatavatdı. Bizning aramızdan birasini chiqib, meningcha g'arub yasayolmaysizlar deb men bilaman. Bunda deyishimda Amerikalikning bolalari g'arub emas, mashinani chubib qurashtira oladi ekan. O'tirib maktab bolalari. Men ko'zim bilan ko'rdim. G'arubni meningcha xalqancha yasaydi ular. Demak biz o'g'ilmasak bo'lmaydi. Biz xuddi o'ttir sharakli sigallarga o'xshash egiz binolar oralig'ida tamtilab yurishimiz mumkin. Davrning shundoq keyinda qolgan bir kunlar bo'ladiki, bizning avlodlarimiz, navrlarimiz, chavirlarimiz yig'lab yurishi mumkin. Ammo yer shari kentining shakllanishi biz uchun aytganda tepulg'isiz fursat. Men Tangjiang Shuyan degan yerda o'qidim. U maktabning Shangbin deydigan bir professor var. Bu professorning mashhur bir egizgiti bor. Biz yer oy sharida turib, yer shariga qarashimiz kerak deydi. Men burun sannalik desa yoqiliq deydim. Men Quchoq shahar kelgan vaqtda bizning nurg'un savodashlarimiz, taratakanlar meni saraliq deb yaratmaydi. Men yoqiliq deydim. Men keyin Quchoqlik deydigan bo'ldim. Yeni keyin Xinjianglik deydigan bo'ldim. Yeni keyin Jungulik deydigan bo'ldim. Xalqaro nurg'un odamlar uchrashdilar. Nalik sen biz yer sharlik men deydi. Yer sharning hamma yeri uning uyi. Nega bosqildi? Professor Chambingning gapini aytgan vaqtda dunyodagi barliq mablag' mening. Barliq ishlatkili bo'lgan narsaning hammasi mening. Bugungi kunda buni ishga oshirib bo'ladi. Shuning uchun Microsoft bizning bo'lish mumkin. Boeing shirkati bizning bo'lish mumkin. Shundoq imkoniyat bormi? Bor. Gap har qaysimizda. Bizning qobiliyat yetishtirishimizda. Biz hozirdan boshlab meni shundoq rahimsiz bo'lgan kuchlik raqobatga qatnashishga tayyorlanishimiz kerak. Rahmat. Ben bayatin bir qism saboqdoshlarning baxtli holda oliy maktab imtihonini o'tib oliy maktabga mangdiganligini, yana bir o'g'lanning yig'lab turib jamiyatga chiqadiganligini dedim. Oliy maktabga ketganlar chuqur utuq qazanib, o'tamaganlar utuqsiz qolama, undaq emas. O'rganish mangu to'xtab qolmaydigan jarayon. Tayvanninki bir korxona tarbiyalaguchisi bor, Yushri. Bu odam hozir doktor asharkan. Ammo bu odam butkul o'qish jarayonini tasvirlagan vaqtda men malasumchilar o'qidim deydi. Malasumchilar o'tirmadan o'qib ishlabdi, puli yo'q ekan. Yana azroq o'qib, yana ishlabdi, yana azroq o'qib, yana ishlabdi, hozirgacha o'qiyapti. Men o'qiyapman deyapti. Shuning uchun o'tirmadan bitirib bir satrash qilib qo'yishning o'zi hayotingizning oxirlashganligidan darak bermaydi. Siz satrashni 2 yil qilib pul topib yana olmayta berib o'qishingiz bo'ldi. Bugungi kunda o'rganish fursatlari intayin nurg'un. Bir qism savodashlar deydi. Men pul tepib obda yashasam-da bo'lmamdi. Falon odam ismini yozolmaydi. Kitobi eng cho'ng boy. Shuning uchun o'qishning qaraganda jiq foydasi yo'q o'xshaydi. Piston odam o'qib kelgan, hozirgacha ashtoq yuraydi velosipedni minib. O'qiganning foydasi yo'q o'xshaydi. Shunday. Doktorlikni o'qigan odamning hammasining qobiliyat qilishni atayin. O'qimaganning hammasining qobiliyatsiz bo'lishni atayin. Sabab nima? Sebep men bayatın hemmenin beşit degan bir yağız gapda. Al kalkamaydigan doktor aşarlar o'qishning nima uchun ekanligini o'qimagan u. O'rganish uchun o'rgangan. Boshqalar ko'rsatib qo'yish uchun o'rgangan, diplomni tomga chaplab qo'yish uchun o'rgangan. U tazobdan o'qiyamizim jamiyatga chiqib cho'ng ish qilganlar-ku, jamiyatda o'zida o'qigan. Shuni o'qish, nima uchun o'qishmaydi u? Maktabda bo'lmaydi o'rganish degan. Hammani yerda bo'ldi. Shuning uchun insonning o'rganishdan maqsadining o'zining tirikchilik qobiliyatini ustun ko'tarish ekanligini biz har zaman yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Romanlardagi razvedchik Holmes degan odamningki shu romanda mundaq bir narsa menga to'liq ta'sir qilgan. Holmes bak bilimli odam deb qaralgan bo'lsa-mu, uning bir do'sti Holmesning yer sharining dumaloq ekanligini bilmaydiganligini his qilib qopti. Zangli qildi. Siz shuncha bilimli turib yer sharining dumaloq ekanligini bilmaydi ekansizda. Holmes'in debdi. Efendim,
Yaşar Beyli dumlaq olsun, yoki 4 yosh olsun, jinoyatchilar o'xshashli jinoyat o'tkazdi deb javob berdi. Shuning uchun biz chuqur o'zimizga kerakli narsalarni o'rganishni bilishimiz kerak. Bugungi dunyo bilim portlab ketgan dunyo. Har kuni har xil, har yangi bilimlar chiqib turibdi. Ba'zi bilimlar ba'zilar uchun aytganda guhar bo'lsa-mu, yana birovlar uchun aytganda axlat bo'lishi mumkin. Masalan, men uchun aytganda traktorni qanday remont qilish axlat. Mana nim foydasi bor uningga. Dehqon uchun aytgan vaqt kasalni qanday davolash axlat. Uning nim foydasi bor uningga. Shuning uchun biz hammamiz o'zimizga lozim bo'lgan narsani o'rganishimiz kerak. Mening mayat davatqinim jamiyat yuzlangandan keyin o'tir maktabda emas. O'tir maktab ma'lumot o'tgandan hammani o'rganmasang diplom bermaycha taq chiqadi. Qo'shaqsini o'rganish kerak, qo'shaqmasini o'rganish kerak, amali yo'q uningga. Jamiyat yuzlangandan keyin biz davomli o'rganamiz. Biz chuqur o'zimizga kerakli narsalarni egallashimiz kerak. Sistemlashtirishimiz kerak va uni amaliy ishlatishimiz kerak. Nam tegmaydigan narsani nima bo'lsa o'rganmasligimiz kerak. Nimaga foydasi bor uningga? Jamiyatga yuzlangandan keyingi o'rganishning eng cho'ng halqasi nima? Eng cho'ng halqasi meningcha ikki narsa. Birinchisi jamiyatni tonish. Men intayin cho'ng takabburlik bilan Abnumroylik xalq doktorxonasidagi xizmatimni tashlab etib chiqatgandan keyin o'zim uchun to'liq sharafli bo'lgan diplomlarimni qo'ltig'imga qisib aski velosipedimni minib Urumchida hamma doktorxonaga borib o'zimni tunishtirdim. Birmi doktorxona yaratmadi meni. Men bekorga doktorlik berib olmayman, ammo hashqa, ammo nima qilinglar. Men to'liq g'azablandim. Umidsizlandim. Jamiyat nima degan qaror? Nima degan adolatsiz? Mushundaq yaxshi o'qisam meni hech kim olmasa, qanday qilib ketdi bu jamiyatda? Ammo keyingi vaqtda men gunohning jamiyatda emas, o'zimda ekanligini qisqa vaqt o'qib qoldim. Men shuni his qildimki, jamiyat u cho'ng bir kompyuterga o'xshaydi. Uning qatilish uchun bizni bir ulanish nuqtasi bo'lish kerak. Xohlagan bir narsani kompyuter solsangiz tushmaydi. Hali yo'pan degan bir nima bor, shuni solsangiz tushadi. Kompyuterning nurg'un o'xshamagan teshiklar bor. O'xshamagan teshikka o'xshamagan narsani solish kerak. Boshqa bino bo'lsa tushmaydi bunga. Har birimizning chuqur jamiyatga ulanadigan bir yerimiz bo'lish kerak. Biz yo'g'rilishimiz kerak. Biz bilishimiz kerak. Hammamiz adolatni yoqlaymiz. Ammo mayli qandoq bir jamiyat kelishidan qat'iy nazar, adolat u nisbiy narsa. Hech qachon cheksiz mutlaq adolat mavjud emas. Shuning uchun biz chuqur jamiyatning o'ylanish qonuniyatini tushunishimiz kerak. Uningga moslashishimiz kerak. Butkul hayotning o'ylanish qonuniyati shuki, moslashganlar yashaydi. Moslashmaganlar tugaydi. Bu yerdagi gap kuchlar yashaydi emas. Moslashganlar. Darwin nazariyasidagi intayin muhim hukm shunsin. No'chilar emas. Yo'lmas intayin kuchlik maxluq. Ammo u tugab yo'qolib ketadi deb qoldi hozir. Mushuk ojiz maxluq asli inisi o. Mushukga naytijat o. Hozir olib ketadi odamlar beqib bilan. Shuning uchun biz chuqur moslashishni o'rganishimiz kerak. Jamiyatni tushunishimiz kerak. Bu jamiyat qanday qo'yildi? Men oliy maktabni bitirgan vaqtimda Shuji kadr degan nima, Chinji kadr degan nima bilmayman-ku. Mening savolashlar mendan yaqinlik uni obdan bilasizlar. Ammo yana nurg'un ijtimoiy munosabatlarni tushunmaysizlar. Hozir emas, oliy maktabni bitirgandan keyin tushunmasligim mumkin. Sizlar emas, jamiyat xil yashigan odamlarni bir umr ufqamay o'tib ketgan odamlar bor. Shuning uchun biz har xil yo'llar orqali jamiyatning har xil, har yoqda o'ylanish qonuniyatlarini tushunishimiz kerak. Xo'shamat parverish bu intayin o'salish. Ammo butkul jamiyat xo'shamatchilik paristlik bilan o'ylansa, sizni o'rganishimiz kerak uning amali yo'q. Men doim bunday bir misolni keltiraman. Agar siz futbolga qarab fikringizni alashtirsangiz, futbolda kichik bo'lib qoldi, yo'g'oq yasgan bo'lsa, bundan bo'ladi desangiz, hech kim anglamaydi. Olti uchun qanday qilish kerak? Olti uchun siz yoki futbol ko'rishingiz kerak. Yoki trener bo'lishingiz kerak. Yoki saytdan yana pushtakildiq odam bo'lishingiz kerak. Hech bo'lmasa,
жақсы болушыңыз керек. Әммәден айтырап қылдыған. Шу вақыт отырып кетіп, ағилла, ма футболны азырақ, йоғанса қомамды десіңіз, аңлап бақыды кетіңіз. Комыз кім